Bu videoni ko'rishdan oldin yaxshi Telegramga joylashib o'tirib olinglar. Oldiga kofidan olishni ham tavsiya qilaman. Chunki videomiz ozgina cho'ziladi. Mana shu xonadon sotuvga tushgan umumiy yer maydoni 3.2 sotidan iborat. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsa, Olmazor tumani Oxunboy kelganmiz. Arentrizi bu tarafda tashib ko'rish bilan ko'rish bo'ladi. Tarsuvda joylashgan, xasatini ko'rasiz uzun. Ikkita oilamizga bemalol o'tadi. Oldin o'zining огородlari ham bor. Ichkari narsalarni obzor qilib video davomida obzorni qilib beramiz. Video davomida narxini ham aytamiz. Hovlimizga kirib kelishimizdan ko'ryapsizlar. Ikki ochetimizda kattagina yashil hudud qilingan. Bu tarafdan o'zining asosiy binosini ko'rib o'tar ekanmiz. Asosiy binosini qaranglar. Katta qilib qo'yishgan ikkita oilamizga bemalol o'tadi. Ikkita aka-ukamiz olsanglar ham mana shu ishkalat joyida joylashgan. Asosiy binomizga kirish qismimiz botdi. Hovli bo'ylab yurib kelar ekanmiz. Yurib kelganimizda qaranglar. Bu tarafda o'zining katta darvozasi, garajning darvozasi bo'ladi. Bitta mashinamiz bemalol sig'adi. Bu tarafga bitta karat qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Tepalarimizni navesda qilingan. Bu tarafdan ikkinchi qavatga chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Qaranglar, bu tarafda ko'rib turganinglardek o'zining letniy oshxonasi chiroyli qo'yishgan. Bu yerdan asosiy binoga kirishinglar ham bo'ladi. Bu tarafda o'zining alohida hovliga hojatxona tashlab ketishgan. Asosiy binomizga kirib video obzorini beramiz. Uyimizga kirib kelganimizda bizani kattagina hol kutib oladi. Divanli zona qilib qo'yishgan. Kechqurun oilaviy kino, seriallar ko'rish uchun bitta stol qo'ysanglar bo'ladi. Tayyor shart-sharoitlar zo'r uyimizda. Bu tarafdan ayollarimiz orzu qilgan kattagina oshxonada ko'rib o'tar ekanmiz. Oshxonamizdan ko'rib turgan hovli chiqish eshiklarini tashlab ketishgan, barchasi qilingan. Qaranglar, yurib kelar ekanmiz. Bu tarafdan devorga soatlarni ham qo'ndirishibdi, o'zi ham chiroyli qo'yishibdi. Qaranglar, bu asosiy binoga kirish eshigimiz borda, prixojamizdan ko'rasizlar. Bu tarafda 10 tarafimizda o'zining mehmonxonasi. Mana shu ko'rib turgan mebellarni uy egalariga gaplashsanglar, yana u yoqqa kelishamiz vaqtlar, bu ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bo'ladi. Bu tarafdan o'zini chiroyli xo'yna qilib qo'yishgan, ertalab mashina kiyimdan to'g'rilab ketishga shart-sharoitlar zo'r. Bu tarafdan birinchi o'tga alohida shu kirmochdan qo'yib qo'yishgan, alohida xona, xolasizlar, yumushxona qo'yishgan bo'ladi. Bu tarafda birinchi etajimizdan umumiy sanuzellar ko'rib turganingdek, jakuzilar barchasi cho'tki qilib qilingan. Bu tarafda o'zining alohida garderobning xonasi bo'lyapti. Birinchi etajimizni ko'rdinglar, endi ikkinchi qavatga chiqib obzorni qilib beramiz. Oppozini bo'ylab ikkinchi qavatga chiqganimiz, prixojamizdan ko'ryapsiz, keng kattalikda qilingan. Bu taraf 10 tarafimizda o'zining mehmonxonasi bo'lyapti, chap tarafimizda bolalar yotoqxonamiz ko'rib turgan chiroyli qo'yishgan. Qaranglar. Yurib kelarganimiz uzun koridor bo'lyapti. Bu tarafdan birinchi ko'rayotgan xonamiz o'zining alohida hojatxonasi ko'rib turganingdek. Buni oldida esa bolalar uchun yana bitta yotoqxonamiz. Ichida yuvinish xonalari hammasi shart-sharoitlar zo'r qilingan. Keling. Yurib kelar ekanmiz. Bu tarafimizda ham xuddi shunaqa yana bitta bolalar uchun yotoqxonamiz chiroyli qo'yishgan. Buni oldida esa ko'rib turganinglardek, bu tarafimizda yana alohida o'zini ota-ona uchun yotoqxonamiz, ichida sanuzellar barchasi qilingan. Bu tarafda mana hovliga tushsanglar ham bo'ladi. Birinchi ko'rib o'tgan zinamiz bo'ladi, qo'ldan chiqsanglar ham bo'ladi. Bu tarafda ham kichkinagina mehmonxona qo'ysanglar ham bo'ladi. Yurib kelarganmiz, bu tarafda ikkinchi qavatda o'zining yuvinish xonasi bor. Ko'rib turganingiz barcha ishlar hammasi qilingan. Mana shu uyimizga like bosganlarga mana shunaqa uylar nasib qilsa, uyimizni ko'rdinglar, yoqqansa like bosib qo'ysanglar, uyimizning narxini 325 ming dollardan baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham bor. Hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsa, xudo xolasa tez orada mana shunaqa uylarga yashash nasib etsin.